Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın bayti Baytullah Mekke şunday bir ıyık yer. O yerge bargan kişilerin averi öte büyük bolatta. Allah Teala'nın mimanı dep atalat. Zuyufur Rahman. Allah'ın mimanı degeni de bu. Allah Teala o'sha büyüklükte şunday beret. O'sha acılıkka bargan, umraga bargan kişiler şunu biliş gerek de o'zlari, chust o'tish kerak. Agar o'sha yerda kichkina qata qilib qo'ysa, adashib ketsa, o'ydan fikrdan ketsa, Alloh taolo bir keramet bilan, bir mo'jiza bilan darrov tarbiya qilib qo'yadi. Bir o'qiya bo'lgan, shuni aytib berayim. Batul degan gashtinchada turibdi ekan. Shu gashtinchada funduqda acılarning xizmatini qilib jura turgan bayaqi gashtinchani uborka qilib, juvib tozalab, tuvaletlerni tozalab jura turgan bir habash qara negr deymizmi? Nima deymiz? Shunday bir yigit borlar. Har vaqt ko'rsang bunday ko'zingga bunday yaxshi ko'rinmay turgan. Biroq o'ta muomalasi yaxshi, qo'z, adabli bola yigitlar. Bardiq kishilarga birinchi salom beradi. Hech kim salom berganga bundan burun uspet qilib aytadi, ulgurib aytadi. Assalomu alaykum deb salom berib, kulib qarab, tushungan kelib qolsa, qo'lingdan qarmab uchrashib shunday. Emada yo'liqishib qoldik, foyeda, pastda. Liftning oldida turamiz. Sen qayoqdansan dedi. Biz yoqdan kelganda biz maqtana turgan so'ziz Buxoriymiz deb maqtanamiz dedi. Mekkada biz Buxoriymiz deymiz. O'zi Buxoriydan bir hadis deb bilamiz. Shu topgan so'ziz Buxoriymiz deymiz. Ben Buxoriyman dedim desem, quchoqlab oldi meni ziyorat qilib, aynan sen Buxoriyning jurtidan bo'lasan bu. Anday bunday söyleshib turib, sen qayoqdan bo'lasan? Bir Afrikaning bir chekasini aytdi. Bo'pti. Anan liftga chiqdik. Liftga chiqishdan murda o'z mendan so'rab qoldi. Sen Qur'onni yaxshi bilasizmi dedi. Juz yaxshi bilaman, zo'r bilaman dedim. Alhamdulillah deb o'pdim-da. Yaxshi bilaman desam, ana liftga chiqqanimizdan keyin bayaqi liftning knopkalari 1, 2, 3, 4 bo'lib ketmaydi. Al 7-etajda tushadi ekan, men 8da tushaman. Al 7ni bosdim, men 8ni bosdim, 78 degan paydo bo'lib qoldi. Bunday qaraganda ikkita 7 bilan 8 janasha turmaydi. 78 bo'ldi. Ana kulib qo'ydi u. Sen dedi, Sura Baqara surasidan dedi 78-oyatni aytib bermaysan dedi. Anan men aytdim, kitobni qarab olsam qayerdan bilaman 78-oyat qayerda ekanini. Men kitobni qarab aytamdan nomerini dedim. Desam kulib qo'ydi. Anan 7-etajga kelganimizdan keyin eshik ochilib bu tush kerak-da. Jelkamdan qarmab turib, Qur'onni yaxshiroq o'rgangina deb qo'yib tushib ketdi. Anan nimaga unday dedi ekan dedim. O'zim etajga chiqqandan keyin komnatamga kirib, shashib borib Qur'onni ochib 78-oyat Baqarani qarasam, oyat shunday ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya va inhum illa yazunnun degan oyat ekan. Alarning içinde shunday kishilar bor, kitobdan xabari yo'q, biroq bilim deb gumon qilib yurgan kishilar bor degan oyat. Bayaqi habash, bayaqi tuvalet tozalagan Qur'onning oyatining nomerigacha, uni ma'nosigacha biletgan. Men maqtanib bilim deb qo'yib o'zim uyat bo'lib qoldim. Alloh taolo o'sha 78 degan sifrani tushirib qo'yganiga tan qolib men Qur'onni bilim deganimdan keyin 78 bo'ldi. Baqara surasining 78-oyatining ma'nosi shugan. Men kitobni bilim deb qo'yib, o'zi o kitobdan xabari yo'q kishilar bor degan oyat ekan. O'shaga o'sha bayaqi kulib qo'ygan ekan. Alloh taolo bardiq o'zi isloh qilsin, o'ngdasin. O'shanday maqtanishdan saqlasin. O uyrenib kelib, eng uyrenib bitdim deganingda ilmdan eshigini ostiga borgan bo'ladi ekansan-da. Assalomu alaykum va rahmatulloh.